Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yil 11 oyning 18 kuni payshanba. Bugun men oldi bilan sizlarga necha yillar ilgari yozgan "Yanıla o'zingga qaytib kelsan" degan bir qisqa yozmamni o'qib beraman. Anadan keyin New York vaqt gazetiga tunugun chiqqan Dop Project'ningki quruvchilarining birisi bo'lgan Söbihi Böresmlik bir singlimizning hikoyasini, ya'ni Dopga bo'lgan havasini va millatiga bo'lgan sevgisini ifodalaydigan bir yozmani diqqatingizga sunaman. Anadan keyin o'zimizga aloqador ba'zi qisqa xabarlarni, uchurlarni yetkazgandan keyin asoslig'i Metaverse va Mark Zuckerberg haqida tanishtirish berib o'taman. Undaq bo'lsa, "Yanıla o'zingga qaytib kelasan" degan bir yozmamni bir necha yil ilgari yozgan, ko'pchilikka o'qib beray. Yani chet eldagi muhojirlik hayotimda ko'rgan, bilgan, his qilganlarim asosida yozilgan. Hayvatlik o'rkashlab oqqan daryoni ko'rib, uning tomchisi bo'lib oqqon kelyapti. Men shundoq iqib boqqanlarni ko'rgan, suzuk suvga qo'shilib ketolmay, chavadak suzilib turib qolganini ham bilgan. Mazmut tog'larning ustidagi tik qarg'ayni ko'rib, qaddig'ini ko'tarib, uningdek turib boqqan kelyapti. Men shundoq qilishga tirishqanlarni ko'rgan. Nemishki shundoq qilishadiganliklarini ham tushungan. Okean atlab yiroqlarga berib yerlashib, jonni cho'rib o'tib, jon bo'lib olganlarni ko'rgan. Kipinakdak go'zal deb bilib beshiga ilib ko'tirsa, uchib berib, yantoqqa qo'nganlarni ham ko'rgan. Burun g'azablanatdim, ochiqlanatdim, keyin afsuslandim. Hozir cho'nqur tushandim, ham ancha eran qilmas bo'ldim. Har kimning tanlashi bor emasmi? Kim qilsa o'ziga qiladi emasmi? Biroq yana mundaq ishga ham diqqat qildim. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin ko'pincha kishilar yanada burunqi o'zlarini seg'inadi ekan. Har qanday shaklda yashab beqishga tirishsa-ma, yanala o'ziga qaytib kelishidi ekan. Sig'mamdikan, sig'dirmamdikan. Unisi noma'lum menga. Ishqilib, men mangu yanılı shu burunqi tog'da tug'ilib o'sib, vatanning ko'chisida Xolidan deb naqsh to'lab, yaqin ko'rganlarga chaqchaq qilib, yiroq ko'rganlardan uzoq turib, Yogo padisda ozod yashashga tirishadigan, samirib qolgan, bo'dirchich qolmayotgan, qo'shima qashliq bola men shu vatanini va do'stlarini doim aslab seg'inib turadigan. Xo'sh, tunugun New York vaqti gazetida mundaq bir xabar chiqdi. Ya'ni Söbihi Böre ismli 31 yoshli bir qiz singlimiz Avstraliyaning Sidney shahrida tug'ilibdi. Onasi Uyg'ur, dadasi o'zbek. Qarindosh millatlar u. Onasi Uyg'ur, dadasi o'zbek ekan. Bu singlimiz Avstraliyada tug'ilib o'sish jarayonida onasining ta'sirida Uyg'ur yemak-ichmaklari, Uyg'ur kiyim-kechaklari deganga bir cho'nqur tushunch bilan, muhabbat bilan cho'ng bo'lgan ekan. Hala 2017-yildan buyon Uyg'urlarning beshiga kelayotgan bu zulmatli kun bu singlimizning vijdonini qaynatgan ham o'zimiz haqida o'ylatqizgan. 2018-yili bu singlimizningki bir tonishi, maslakdoshi Nidal ismli ko deyman. Yamanlik, Indoneziyalik bir necha davlatdan ota-onasi kelib chiqish ashadim bo'lgan Angliyada tug'ilib cho'ng'ilgan bir bola aloqalashgan gap. Ya'ni bu bola Uyg'urlarning madaniga qiziqadi ekan, do'ppi qiziqadi ekan. Bu Söbi sonimiz bu bola bilan billa o'ziningki jiltizni izlab O'rta Osiyoga, O'zbekistonga bordi ekan. Chunki O'rta Osiyoda, O'zbekistonda bu qizning dada taraf tuqqanlari bor ekan. Shu yerda berish jarayonida do'ppining hikoyasini aytib, do'ppi haqida cho'nqur tushunchaga yo'ldi ekan. Ya'ni shu yerda Chornayeva, Gulnara Chornayeva ismli 54 yoshli do'ppi tikish mahiri, ya'ni ustasining mundaq bir gapi ham mening diqqatimni chekdi. New York vaqti gazetida yozilgan. Kishilar mayli qandaq bo'lishidan qat'iy nazar oxirida o'zining jiltisiga tortidi, ya'ni o'ziga tortidi deb. Mening abayqi yozmani o'qib berishimning sabab, demak, oxirgi hisobda odam yashab, bu jahonning nurg'un hayronatlarini ko'rib, vayronlarini ko'rib, oxirgi hisobda yanala
nurg'un odamlarda o'z haqida o'ylaydigan, o'z haqida o'ziga tortadigan, o'zininki tarixini, o'zining madaniyatini biladigan, tushunadigan, intilish so'ygi qaytadan parlab yenib chiqar ekan demoqchi. Mana shu ayolma shu gapni debdi. Ya'ni bu do'ppi madaniyati O'rta Osiyoda Uyg'ur, O'zbek qatorli qarindosh millatlarda uzun tarixiga, Ipak yo'li tarixdagi Ipak yo'lidan boshlab ta hozirgacha bu do'ppa, ya'ni milliy an'anaviy kiyim-kechaklarimiz bizning kimligimizni bildirdi, aslatadi. Shuning bilan birlikda bu do'ppining shakli, rangi, loyihasi, nusxasi har xil mazmunlarga ega ekan. Bu do'ppi haqida meningki beshimdan o'tgan bir ish bor. Men oliy maktabda o'qiyotgan va inglizcha o'rganayotgan vaqtimda bir kuni do'nko'rikdan tomoq yeyman deb ketyapsam, bir u yoq bu yoqqa qarab turgan bir amerikalik geolog ham bu uchrashib qoldim. Shuning bilan bu kishi bilan birga oshxonada paranglashib tomoq yedik. Shu vaqtda kichik qizning beshida uyg'urcha do'ppi bor. O'g'ilning beshida do'ppi bor. Do'ppi bor hamda chiman do'ppi bor. Shuning bilan bu odam mendan so'rab qoldi. Mao do'ppidagi avo gullar, chiman do'ppining ustidagi mao yeşil ranglik bu gullar nimani ifodalaydi debdi. Ben o'ylab boqmabdi, men turib qoldim. Mening shu vaqtda bu kishiga bergan javobim, biz Uyg'urlar go'zallikni so'yamiz. Shuning uchun shu do'ppimizga har xil gullarni chekkan gap deb, shunday bir kashlarni bergan gap, shunday deb tushundim. Ammo javobimninki to'g'riligiga men ishonch qilamadim. Ma'lum yillar o'tgandan keyin men universitetning adabiyot fakultetining bir dаңlıq millatsuvar o'qituvchisi bo'lgan professor Tursun Qurban deydigan. Bu kishi bilan uchrashib qilib bir suhbat oraliqda men Tursun kamdan so'radim. Tursun kam shunday bir savol tushdi menga, shu do'ppilarda ifodalangan ma'no zodi nima desa, menga shunday bir gapni degan. Ukam, biz Uyg'urlar shunday burunqi turmush odatlarimizda shunday bog' bo'stonlikning ichida yashagan, atroflarimiz qum, tog', anandan keyin biz aytaylik go'zallikka, yerisman, ozodlikka intilgan, erkin yashab kelgan bir hur xalq. Shu bizningki shu do'ppilarimizda ifodalangan o'sha kashtalar, shunday bir ruhning intilishning bir namoyandasi, ya'ni bog' bo'stonlikqa go'zallik bo'lgan, intilish, erkinlik bo'lgan, intilishning namoyandasi deb bir shunday bir tushuncha bergan. Xo'sh, endi New York vaqti gazetida yozilgan shu xabardimi? Mao sanamiz O'rta Osiyoga berib, O'zbekistonga berib, bu do'ppilarni ko'rgandan keyin o'zininki Uyg'urlarning tarixi haqida qaytadan bir xil muhabbat qaytadan urg'ib, o'zininki jiltizining O'rta Osiyoda ekanligini texmi cho'nqur his qilgan va shu yerdagi do'ppi tikadigan shu qarindoshlarga, hamshiralarni qo'llash faoliyatini olgan, ya'ni qilgan. Ya'ni shularning do'ppisini setish ishlarida, tonishtirish ishlarida bir ulgulik, ya'ni aktiv bir rol o'ynagan. Çünkü men bu do'ppi hikoyasidan New York vaqti gazetiga alayda bir xabar olib chiqibdi ekan. Kishilarningki o'sha xabarlardan xabar tepib qilishini umid qilish bilan birlikda yana mayli qayerda bo'lishidan qat'iy nazar bizlar emas, men bir qism hayotni vatanda yashab o'tgan kishilar emas, balki chet elda tug'ilib, chet elda cho'ng bo'lgan bizningki avlodlarimizning, yosh avlodlarimizning kiyim orqali, masalan, do'ppidan iborat shu kiyim orqali kiyim bilan odamningki hissiyotini, tarixini, qimmat qarashini bog'laydigan shunday bir zanjirningki, ko'vrikningki bog'lig'ini ham deb o'tmoqchi. Ham shuning bilan birlikda shu Subiga o'xshash hamshirimizni cho'ng qilgan vijdonli, g'ururli ota-onasiga ham shu YouTube'dan foydalanib bir rahmat va tashakkurimni bildirmoqchi. Ya'ni bolalarimizni qanday ruh bilan tarbiyalasak, ular shunday sifatda cho'ng bo'ladi degan gap. Bu singlimizga va uning ota-onasiga Alloh rahmatlar qilsin. Xo'sh. Endi xabarlarga kelsak, o'zimizning xabarlarga kelsak, o'zimizga aloqador xabarlarga kelsak, Xi Jinping bilan Biden ko'rishdi. Ikki davlat o'rtasida Trumpning vaqtini tatib har xil surkishlar bo'lgan. Ya'ni ikki davlatning vaziyati so'g'uq munosabatlar urush boshlandi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabat bir so'g'uq nuqtaga tushgan, ammo Biden demokratlardan saylangan, demokratlarningki prezident vakili 46-navbatlik Amerikaning bu prezidenti Xitoy bilan bo'lgan munosabatda asosan Trumpningki ba'zi siyosatlarini
siyosatlarni davomlashtirib kelayotgan bo'lsa-mu, ammo ma'lum jihatlarda Xitoyga nisbatan yo'l qo'yish pozitsiyasini tutib kelyapti. Bo'pmi buning shu klimat elchisi, havo klimat elchisi John Kerry, Massachusettsdan bo'lgan bosh senator, Obamaningki Hillary Clintondan keyingi ikkinchi qadamliq bosh diplomati bo'lgan kishi, davlat ishlar sekretari bo'lgan kishi. Bu kishiningki Xitoy bilan bo'lgan muomalada kishilik huquqni bir yoqqa qayirib qo'yib, klimat masalasida Xitoyningki qo'llashni qo'lga keltirish uchun Uyg'urlarningki zulmini ko'mas qilishi, shu Amerikaning qimmat qarashlariga nisbatan aytgan vaqtda bir yuzsizlik, bunday aytgan vaqtda satqinlik. Shunga buni Marco Rubioga o'xshash Amerikaning Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan Kengash palatasining a'zolari ayblab atdi va hatto John Kerry'ning bu vazifasini ilib tashlash to'g'risida Bidenga xat yozdi. Prezident Biden bugun muxbirlarning kutilish yig'inida, ya'ni Justin Trudeau, Kanadaning boshbaqani bilan Meksika davlat boshlig'i Lopez Obrador buning bilan ko'rishgan vaqtda muxbirlar savol so'ragan vaqtda bu qitimliq ikkinchi ayda ilib berilgan, Xitoyda ilib berilgan qishliq olimpik musobaqasiga Amerikaning qanday pozitsiyasi tutganligi, davlat rahbaridan avatmaydigan to'g'ri so'ralgan vaqtda biz diplomatik qarshilik bildirishni, norozilik bildirishni o'ylashyapmiz deyotgan gap. Ya'ni tanarkashlar ba'zi bo'ldi, lekin bu yerga hukumat amaldorlari berishga bo'lmaydi. Chunki kishilik huquq masalasida, Uyg'urlarga qaratgan zulm masalasida Xitoy jinoyat o'tkazdi, ya'ni o'zini qilayotgan qiliqlarini to'xtatmadi deb mashina bir fikrni qildi. Ya'ni o'ylash yutibdi. Albatta, mayli Cumhuriyetçiler Partiyasidagi Mitt Romney bo'lsin, Kengash palatasining a'zosi, bu kishi ayni vaqtda Obamaning birinchi qitimliq Obama bilan Robro prezident saylamga tushgan. Bizning Massachusetts shtatiga shtat boshliq bo'lgan, hozir Utah shtatining Amerikaning markaziy hukumatiga saylangan Kengash palatasi a'zosi. Mitt Romney bo'lsin, yoki Demokratlar Partiyasining boshlig'i, ya'ni parlamentning boshlig'i Nancy Pelosi xonim bo'lsin, bularning hammasi Xitoyga nisbatan qishliq olimpik musobaqasiga nisbatan ularning Uyg'urlarga qarata o'tkazgan jinoyatini ko'z tutib, diplomatik qarshilik bildirishni tashabbus qilib kelayotgan. Qaragan vaqtda Biden hukumatning siyosati shunday bo'ladigandek turadi. Ya'ni hukumat amaldorlarini Xitoyning bu faoliyatiga qatnashishga avatmaslik, ammo tanarkashlar bas bo'ladi deyish. Endi Amerikaning iqtisodiga kelsak, paychega bozorda hozir tavrinish bor. Bu paychega bozorga ahvollar ashundoq doim chiqib tushib turdi. Mangulik, ya'ni to'xtamay oshadigan ish yo'q. Bak ish bitib qolsa, u ko'pikni paydo qilib qo'ydi. Yoki bo'lmasa, tushiladigan ish yo'q. Shu tavrinib turdi. Shu ayrim paychaklarningki bahosida bak tushib ketsa, unadan hangtan qilmasak bo'ldi, nurg'un ishlar bor. Ya'ni shu ta'minlash zanjiridagi uzilish, anikin Amerikada haloqi odamdan ish to'li bo'lish, xizmat o'rniga adam topolmaslik degandek. Amerika iqtisodining ish yuzlanishi yanam yaxshi. Aning ishsizlik nisbati 4.16% ga tushdi. Ya'ni vabo boshlanishdan burungi ahvolga yetay deb qoldi. Ammo shu pul paxalligi to'g'risidagi gaplarmi bor. Agar pul paxalliginingki ish nisbati ma'lum bir ko'rsatkichni besib o'ssa, Markaziy bankningki o'simni o'stirishi to'g'anli gap. Albatta pul muomala bozorida tavrinish paydo qildi. Chunki o'sim nisbatiningki ishi bu pul muomala bozorida qarz olgan mablag'larga nisbatan aytgan vaqtda har xil tanlashlarni ilib berishga bir turtki bo'lgan narsa. Chunki masalan bankdan qarz olib uy oladiganlarga nisbatan, bankdan qarz olib tijoratni kengaytirgan korxonachilarga nisbatan aytgan vaqtda o'sim nisbati o'sdi degan gap, ularningki qarz olishining tanlarga o'sdi degan gap. Bu albatta iste'molga ta'sir ko'rsatadi. Endi bu to'g'risida shunday qilaylik. Endi men bir nuqtali qalda to'xtalmoqchi bo'lgan muhim tema. Haftada bir shaxs programmasida Mike Zuckerberg buni sizlar o'qisizlar va Metaverse. 10-28 kuni Amerikada hozir dunyoda 7-nomerlik boy deb atalib Mike Zuckerberg, uning umumiy boyligining umumiy summasi 127 milliard dollar. 30 net yoshlik bola bu. Harvard o'qigan, 2002-yil Harvard kirib o'qigan, 2004-yilmi? 2007-yili Facebook 100 kitob degan mana shirkatni qurgan. Bu 10-28 kuni tuyuqsizlam Facebook degan bu kitobni, nima bu shirkatni Metaverse deb atadi. Metaverse deb
Metaverse deb atadi. Men bu turqum ketib qoldi, lekin men so'zlab beray. Metaverse degan bu gapning o'zi nima? Metaverse, meta deganning ma'nosi tashqari degan gap. Verse degan gap, universe degan gap. Ya'ni olamdan tashqari degan gap. Bu kishi, bu Mike Zuckerberg 10-28 kuni o'zininki 100 kitob, ya'ni Facebookni meta platform deb o'zgartdi. Ya'ni olamdan tashqari degan gap bu. Bu shundoq bir ideyani o'tirib qo'yatdi-ki, bu Mike Zuckerberg. Butun dunyodagi insonlarni bir-biriga bog'lash uchun